Hop, 4-savolimiz bo'ladi bu. Suyak singanda qaysi matodan qotirib bog'lash uchun shina sifatida foydalaniladi demoqchi bo'lyapti. Ya'ni taxta bo'lagidan foydalanamiz. Qattiq shinadan, chunki suyak singanda bir-birini qimirlatmaslik uchun qattiq taxtadan foydalaniladi. 2. Bu yo'l belgisi ogohlantiradi deyapti. Ogohlantiradi. Shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kesishmasini bildiradi. Jihozlanmagan. Hop, 3. Kunning qorong'i vaqtida, sun'iy yoritilmagan yo'llarda yoki yetarli ko'rinmaslik sharoitida yonmaydigan orqa gabarit chiroqlari bilan to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga borishga ruxsat etiladimi degan savolga taqiqlanadi variant qo'yamiz. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak deb aytyapti. Avtomobil haydovchisi yo'l beradi, chunki u asosiy svetoforda qizil, qo'shimcha tarmoqda yashil yonib turibdi. Bu degani asosiy svetofor narigi yo'nalishga, mana mototsiklda mana yashil asosiy svetofor. O'shani hisobga olib oldin mototsikl o'tadi, keyin yengil mashina o'tadi. Demak, avtomobil haydovchisi yo'l berishi kerak. 5. Qaysi transport vositasiga harakatlanish uchun deyapti ruxsat etilgan debdi. Yengil avtomobilga degan variant to'g'ri keladi. Chunki tartibga so'rovchini oldidan kelayotgan avtobusga harakat taqiqlangan, yuk mashina burilarkan taqiqlangan, mototsikl ham orqasidan kelib turibdi, harakat taqiqlanadi. Shuni hisobga olib, yengil avtomobilni o'ziga ruxsat beriladi. 6. Harakat ikki tomonlama bo'lgan 3 bo'lakli yo'lda siz deyapti o'ngga burilishingiz zarur. Ushbu manyovrni siz qaysi bo'lakdan amalga oshirasiz? Ya'ni 3 polosali yo'lda o'ngga burilish uchun o'ng bo'lakdan harakatni amalga oshiriladi. 7. Ko'k avtomobil chorrahadan nechanchi bo'lib o'tadi? Birinchi bo'lib o'tadi, chunki bu yerda belgidan tashqari svetofor amal qilyapti, svetofor ishlayapti. O'shani hisobga olib, to'g'ri chiziqli harakatdagi ko'k mashina oldin o'tadi, yashil yengil mashina demak keyin o'tadi. Значит, savolda ko'k mashinani so'rayapti, biz birinchi bo'lib o'tkazamiz. 8. Bu yo'l belgisi bildiradi deyapti. Yo'lning piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismini bildiradi. 9. Qaysi joylarda transport vositalariga qatnov qismining chetida burchak ostida to'xtab turishga ruxsat etiladi? Yo'lning qatnov qismi kengaytirilgan joylarda boshqa yo'l harakat qatnashchilariga xalaqit bermaslik sharti bilan burchak ostida qo'yilishiga ruxsat beriladi. 10. Qaysi transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat etilgan debdi. Bu holatda yengil avtomobil va mototsiklga debdi. Chunki to'xtab turish taqiqlanadi. Tagida aniqlik kiritib qo'yapti. Faqat yuk mashinalari uchun deb aytdi. O'shani hisobga olib, demak, yengil avtomobil va mototsiklga degan variant to'g'ri keladi. Demak, testni yakunlashga beramiz va ko'rib chiqamiz. 1. To'g'ri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, hammasi to'g'ri.